Biz ayni paytda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan filialidamiz. Ushbu tibbiyot muassasasi tarixiga nazar tashlaymiz. Suhbatdoshim shu tibbiyot maskani yetakchi shifokorlaridan biri bo'lgan 43 yillik faoliyatga ega bo'lgan tibbiyot fanlari nomzodi Barkamol aka Ishoq bo'ladilar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Barkamol aka, shu vaqt bo'ling. Albatta sizni faoliyatingiz bevosita ushbu tibbiyot maskani bilan bog'liq, to'g'rimi? Bu muassasa to'g'risida ozgina moziyga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi va uning viloyatdagi filiallarini tashkil etish to'g'risidagi farmon asosida tashkil etilgan. Bu mana shu o'tgan davr ichida mana 25 yil mobaynida chorak asrda shuni oqladi. 1970-yilda Riga shahridan buni loyihasini olib kelingan. Tarixga bir nazar soladigan bo'lsak, laparoskopiya, qorinni kesmasdan 1 santimetr joydan operatsiya qilish uchun bizga asbob anjomlar kerak. U narsa yo'q. Biz Paxtali ko'l sanatoriyasida shu optik pribor, tarakoskop, bronxoskopni optik priborini olib kelib, o'zimiz moslashtirib, har xil jihozlardan shu qorinni 1 santimetrdan kesib ko'rish, ya'ni laparoskopiyani 87-88-yillarda shu yerda yo'lga qo'ydik. Va shu o'rinda ushbu muassasani bugungi rivojlanishi, bugungi taraqqiy etishiga o'z hissasini qo'shgan, fidokorlik bilan xizmat ko'rsatgan shifokorlarimizni ham tilga olsak. Albatta. Endi xirurgiya maktabi, har bir sohaning maktabi bo'ladiki, Namangan xirurgiyasining maktabining asoschilari Grigoriy Sarkisovich Grigorians ustoz va uning o'g'li tibbiyot fanlari nomzodi, keyinchalik tibbiyot fanlari doktori, professor darajasiga erishgan Ruben Grigorievich Grigorians men ustozim. Hozir ham muloqotda bo'lib turamiz. Los-Anjeles shahrida yashaydilar, Amerika Qo'shma Shtatlarida. Maslahatlar berib turarlar. Shular o'ta izlanuvchan odam bo'lganlar. Qo'limdagi mana bu kitob Barkamol aka Ishoqov qalamlariga mansub bo'lib, bu Namangan xirurgiyasi tarixi deb nomlanadi. Barkamol aka, shu kitob haqida qisqacha gapirib bersangiz. Bu kitobni yozilishiga turtki bo'lgan birinchisi ustozlarimiz Grigoriy Sarkisovich xirurgiya maktabini yaratgan. U kishi to'g'risida qisqa maqolalar yozishdan boshladi. Ikkinchisi Viktor Alexandrovich Razumenko bizda bosh vrach o'rinbosari bo'lib, ozgina betob bo'lib 20 yil insultdan keyingi holatda uylarda yotdilar. Biz tez xabar olib turdik. Simonova Aleksandra Ivanovna onalari. Qaradim. Simonova vrach, xirurg, onkolog, o'g'illari Viktor Alexandrovich xirurg, fizioterapeut, uni qizlari Yelena kompyuter tomograf mutaxassisi va Yelenani farzandlari ham tibbiyot institutida o'qiyapti. Qarang, 4-avlod sulola. Bitta maqola yozdim. Xursand bo'lishdi. Qarasam maqolalar ko'payib qoldi. Albomlarni tizsam, Sharof Rashidovni 1983-yilda xuddi shu muassasaga tashriflarini ko'rib qoldim. U fotosuratlar hali hech qayerda e'lon qilinmagan. Undan bitta maqola tayyorlandi. Janggohlarda toblangan jarroh Hamid Abdulhayevich Qoriyev to'g'risida. Qarabsizki, maqolalarim ko'payib qoldi.